Nol. Torpoq urgatçı 50 ming so'mga sotib olindi tuğanda. Sağ olun. 50 ming bo'ldi deydi. Bu yargırak ekan. Baytuva. Son nasıl fotoğrafı? Bugün 5 iyun 2022 yıl günge jekşembe biz Real Dubalar tartабыз sonдар. Sanu açıldı aka. 80 ming so'mga sotib olindi. Sanu. Torpoq erkek ekan. Ondan keyin mына Sanu'ydu salt. Qanchadan bo'ldi akalar? Sotuladi. Mına Sanu qancha olibdir? Yesi yo'q ekan. Noshlat 104 ming so'mga sotib olindi tuğanlar. 104 ming bo'ldi deydi. 78? 68 ming so'mga Sanu. Torpoq urgatçı. Kamçıyak degan bola qolibdir. Kirovdan. Çalpaqtaş? Çalpaqtaş. Ha, o'z tuğanlar olibdir. Bo'ldi 68 ga o'xshaydi. Bo'ldi 68 ga olindi. Baytuva. 15 litr sut deb o'tgan. Torpoq urgatçı. Tanışdan olib. Tanışdan olib deydi. Yaxshi, 68 ming so'mga oldim deydi. Yaxshi olibsiz. Sodanız bersin. Buna tatbaş. Çıkarıkman ya iltimas. Kaça? Oo. Videodan asiyemiz 81 oldu. 81. Yaxshi. Bunisicha? 64 ming so'mga sotib olindi bu. Peki. Hozir qadar chiqqanlarini ko'raveraylik. Qanday bo'ldilar? Chetdan bersa. Nasıl Sanu 76 ming so'mga sotib olindi. Torpoqi erkek ekan. Bo'ldi aka. Moskvadan ko'rindi. Havo qancha oldi? 90 ming so'mga oldi. O'zi? Ha, torpoq bormi? Torpoq o shu yoqda yem kelayotgan. 90 ming so'mga oldidir. Mana 90 ming so'mga olgan torpoq. Erkek ekan. Qancha oldi aka? 68? 68 ming so'mga sotib oldidir. Torpoqi erkek urgatçı ekan, ha? 68 deydi. Urgatçı torpoq ekan. Qancha deydi? 115. Bu qancha oldi? Baytuva. Qancha bu? 100 ming so'm olindi bu. Bular 75'ten mi oldu? 75'ten 4 öteng. Kaç kanaldan çıkardı? Baytuvadan. 75'te satıb alındı. Buqalar. Bular uje 2 yaş bo'lib qolgan buqalar ekan. 1,5 o'tgan. Malaga qo'zlar. Ha? Qanchadan bo'ldi? 28 bo'ldi. 28 ming so'm qoldi. Mana birinchi Sanu qancha oldi aka? Satılmadı. Ikkinchisi ham satılmadı bu. Satılmadı bu. 60 ming. 62 ming so'm bo'ldi. Hozir orqasindagini. Mana shu Sanu'yni ko'raylik. Qancha oldi Sanu? Qancha? Satılmadı bu. Qanchadan bo'ldi? Qanchadan bo'ldi aka? Bilmay qoldik deydi. Optim olibdir da. Qancha oldi? 36 ming so'm urgatçı. Qo'ydi, keltirib qo'ysa qancha oldi? Qo'ydi? 6 oldu deydi. Bo'z ekan. Aylan bosh qo'y ekan. Mana shu 85 ming so'mga sotib olindi. Cho'ng ekan. Sevdi. Qancha oldi aka? Satılmay qoldi deydi. Sanu qancha oldi aka? O aka. 60 ming. 60 qa o'zimmi? Mana torpoq o nar qo'ydimi o torpoq o'xshaydi. Adashib qoldi. Hozir 60 ming bo'ldi o'zi yolg'iz. Hozir chiqdan dar ko'ramiz. O'zi qancha oldi o'zi? 10 ming so'm qoldi. Bularning qancha oldi aka? Aka. 40 mingga so'radi, satılmay qoldi deydi. 13,5 ming so'mga erkek torpoq. Ta'til ekan jonivar, semiz. Oo, yaxshi. Mana shu 40 ming so'm qoldi. Baylava. Bunga Baytuva. 40 ming qoldi rakam. Yaxshi. 76 ming so'mga. Yash qancha ekan? 2 asiyat. 76 mingga oldim dedi. Ishnatdi. 30 ming so'mga. Urgatçı erkek. Erkek ekan. Siz qancha oldi? 57 ming so'mga oldi. Satılmay qoldi. Satılmadı dedi. Ayting. 27 ming bo'ldi. 27 ming erkek. Urgatçı tayyor ekan. Yaxshi. Yaxshi so'langiz. Yaxshi olibsiz. Yaxshi targ'aymiz ham. Cho'ng aytsangiz. Qanchaga? 84 ming so'mga. Yash qancha ekan? Жаңа asiyat. Yaxshi. Yaxshi olibsizlar. Bizda yaxshi qarab. Mana shu 90 ming so'mga sotib olindi. Yash qancha ekan? 5 yasi. Yaxshi olibsizlar. 90 ming so'mga olib turganlar. Yaxshi. Yaxshi tarafimgilar. Torpoq kimniki torpoq?
Enesi qaysi enesi? Torpoq urgatçı. Nalba. Qancha oldu? 70. 70 mingga olibdir. Yaxshi. Yaxshi olibdi. Oo. Qancha oldu va? Qancha oldu be? At degan. 75 ming so'mga olibdir mana shular. Aka. Qancha oldu? 6,5 bo'ldi. 6,5 oldunuz mu? Ova ya, meni YouTube'ga izleyicilerim. Şundap. Ova. 6,5 aldım dedik koy. Arzon alırsın koy. Kaç oldu aka? 10,5 mingga. Kaça? Kişi kaça gel? Aytmadın? Sen işte gelin bro. Tuğanlar, bundan şulu attı. 600 ming so'mga satib olibdir. 600 ming so'm bo'ldi tuğanlar. Torpoq qancha oldi aka? 28 ming so'm. Urg'ach torpoq. Bo'ldi, ketdi. 105 mingdan bo'ldi. 105 mingdan ne ko'tang? Ha, dadil buqalar kamroq. 105 mingdan olindi, cho'ng-cho'ng buqalar. Ketdik o. Mana shu Sanoy 77 ming so'mga sotib olibdir. Torpoq erkek ekan. Oldingizmi aka? Alınmabdir. 63,5 ming so'mga sotib oldi. Torpoq erkek ekan buniki. Narxi qancha oldi aka? Qancha? 62. Torpoq urg'atchi. Qo'g'ilg'at. 62 olibdirni. Yaxshi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi aka? 19,5 ga oldik. Cho'ni. Cho'ni 19,5 ming so'mga olib ketdi. Aravonga. Aravonga ketdik tuğanlar, Aravonga. Qara 80 bo'ldi. 70 ming so'm bo'ldi. Narxi-chi? 71. 70. Nasıl 70? Torpoq erkek, narxında torpoq erkek 71. Bu qancha o'zi? 82 ming so'mga sotib olindi bu. Torpoq erkek ekan bunun da. Jallan erkek torpoqlarni oldi. Ha? 32. 32 ming so'mga sotib olindi. 32 ga ketdi. Qancha oldi ham? 110 ming so'mga. Torpoq erkek ekan, cho'ng o'yib qoldi. Qancha oldi bu? O'spirim. Qancha deydi? Satmadı. Qancha deydi? Qancha oldi aka? Satılmay qoldi. Satılmadı. Unalarda. Qancha oldi bunasi? Narxi qancha oldi? Satılmadı. Bo'ldi. Satılmay qoldi deydi. Satılmay olanlar ekan. Assalomu alaykum. Qancha oldi? Satılmadı. Qancha keldilar? 73 ga keldi, bermedik deydi. Torpoq erkek ekan. 39 ming so'mga erkek torpoq sotib olindi. Qanchadan bo'ldi tuğan? 70 mingdan bo'ldi. Ha? 70 dan bo'ldi. 70 dan bo'ldi. Rossiyaga o'xshaydi, ha? 70 mingdan olindi deydi tuğanlar. Keyingi navla salını diyorlar. Qancha oldi? Satılmadı mı? Qancha keldilar? Qancha keldilar? Satılmadı dedi. Qancha oldi aka? 15 bo'ldi kam. 15 ming so'm. Urg'ach torpoq. Urg'ach torpoq. Yaxshi olibsizlar, yaxshi. Yaxshi, so'ng aytib olsanglar yaxshi qarabim. Nafasi. Bor. Boshqaring aytdi. Nasıl? 56 ming so'mga 56 ming so'mga sotib olindi. Qo'zlar qanchadan bo'ldimi? Qo'zliq qo'yib bu. Sotulmadı bu. 16,5dan qo'zliq qo'ylarni oldi deydi. Ketdi 4. Tuğanlar Şamaldı saydın qo'n darvuzi kelibdir bozorga. Qo'ndun kilogrammi 80 so'mdan, al emi darvuzdan kilogrammi 50 so'mdan bo'ldi ekan. Eko'tan Şamal saydiga pishib keldi deydi tuğanlar buyursa. Sezon başlandı. 55'ten ekon aldınız. 55 ming so'mdan. Eko'tan torpoqi erkek o'xshaydi. Eko'tan erkekin torpoqi. Nasıl koy 14 ming so'mga sotib olindi. Mana shunday tuğanlar, bugun biz O'zgan bozoridan sotib olingan realdu ba'larni tartib ko'rsatishga harakat qildik. Sunush fikirlar bo'lsa kommentariya qoldiringizlar. Kanalga qattiqlar o'tib, podpiska knopkasini bosib, qo'ng'iroqchani bosib qo'ysangizlar, bizden kelgan videolarni birinchilardan bo'lib ko'rasizlar. Tinchlikda, omonlikda bo'lingizlar.